2000-yillarda qancha pul, vaqt, asab ketkazib qurilgan uchastka yer hisobida sotilyapti. Fasad razmeri 20 metr, uzunasi 30 metr. Umumiy 10 tacha xonasi bor. Oshxona, sanuzul, hojatxona, tegishli podval, sauna, basseynlarigacha ega bo'lgan uchastkamiz. Masjid 200 metr. Maktab, bog'cha, transport, bozorlar juda ham yaqin atrofda joylashgan. 2 sotuv, 2,5 sotuvli uchastkani ham 250 ming, 300 ming deyishayotgan mahallada tayyor 6 sotuqli uchastkani 199 mingga sizlarga ko'rsatyapmiz. Yana kelib bemalol savdolashib xarid qilsangiz bo'ladi. JM Motor Zavodning ro'parasi Faiz kafening orqasida Asrorobod mahallada joylashgan shu uchastkamizni egalarini o'zlaridan xarid qilsangiz bo'ladi. Videoga bitta like bosib qo'ying. Sergeli tumanining yaxshi, tinch, faizli mahallasidan uchastka olaman degan yaqiningizga shu videoni yuborib qo'ying. Uy-joylarning egalarini raqami bilan o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin.